Bugungi mavzu har bir oilaga, har bir ishlayotgan odamga, har bir pensionerga va pensiyaga yaqinlashib qolgan fuqaroga bevosita tegishli. Gap 2026 yildan kutilayotgan pensiya islohoti, pensiyalarning sezilarli o'sishi, eng kam pensiya miqdori va minimal 6 million so'm atrofida yurayotgan muhokamalar haqida ketadi. Men bugun sizga shov-shuv uchun emas, oddiy odam tushunadigan tilda nima o'zgarishi mumkin, kim yutadi, kim ehtiyot bo'lishi kerak, qaysi hujjatlarni oldindan tekshirish zarur, hammasini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting, chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni bir necha million so'mlik huquqidan mahrum qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men pensiya, nafaqa, ish staji, subsidiyalar va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda qilib tushuntirib boraman. Avval pensiya tizimi qanday ishlaganini eslaylik. Odatda odamlar pensiya yoshiga yetganda pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Ish staji, ish haqi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, soliq va sug'urta ajratmalari asosida pensiya hisoblanadi. Lekin amaliyotda juda ko'p muammo bo'lgan. Kimningdir mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri, kimningdir eski korxonasi yopilib ketgan, kimdir yillar davomida norasmiy ishlagan, kimdir kam maosh ko'rsatilgan holda ishlagan. Natijada inson 30 yil mehnat qilgan bo'lsa ham hujjatlarda 15 yoki 20 yil ko'rinib qolgan. Shu sababli pensiya kutilganda ancha kam chiqadi. Endi asosiy savol: 2026 yilda nima o'zgarishi mumkin? Eng katta muhokama shundan iboratki, pensiya tizimi yanada adolatliroq, shaffofroq va raqamliroq bo'lishi kerak. Ya'ni odamning haqiqiy mehnati, haqiqiy daromadi, to'langan badallari, ish staji elektron bazalarda aniq ko'rinishi lozim. Eng kam pensiya va bazaviy hisoblash miqdorlariga bog'liq to'lovlar bo'yicha ham sezilarli oshirishlar kutilayotgani aytilmoqda. Lekin men ekspert sifatida bir narsani alohida ta'kidlayman. Hammaning pensiyasi avtomatik 6 million bo'ladi degan gapni to'g'ridan to'g'ri qabul qilib yubormang. Bu yerda eng muhim masala rasmiy qaror, hisoblash formulasi. Ish staji daromad bazasi va pensiya turidir. Ayrim toifalarda oshish katta bo'lishi mumkin, ayrimlarda esa qo'shimcha shartlar bo'ladi. Endi kimlar bu islohotdan ko'proq manfaat ko'rishi mumkin? Shuni batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa uzoq yillar rasmiy ishlagan, lekin hozirgi pensiyasi past bo'lgan fuqarolar. Masalan, bir ayol 32 yil maktabda ishlagan, lekin ish haqining ko'p qismi ilgari past bo'lgan, ayrim davrlarda hujjatlar to'liq kiritilmagan. Bugun u 21 yoki 2 million so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Agar 2026 yilda minimal kafolatlangan pensiya miqdori oshirilsa yoki past pensiyalar qayta ko'rib chiqilsa, aynan shunday odamlar birinchi navbatda sezilarli o'sishni ko'rishi ehtimol. Chunki davlat odatda eng past qatlamdagi pensionerlarni ijtimoiy himoya qilishga harakat qiladi. Ikkinchi toifa pensiyaga chiqishga yaqin turganlar. Masalan, erkak kishi 22 yoshda, ayol kishi 53 yoshda bo'lsa, ular uchun hozirdan hujjatlarni tartibga keltirish juda muhim. Nega? Chunki pensiya tayinlash paytida har bir yil, hatto ba'zan bir necha oy ham ahamiyatli bo'ladi. Masalan, sizda 24 yil tax oy staj bo'lsa, ayrim hisob kitoblarda bu 25 yilga yetmagan deb ko'rilishi mumkin. Agar arxivdan yana 5 oylik ish davringiz topilsa, pensiya miqdori oshishi ehtimol. Shuning uchun 2026 yilgacha kutib o'tirmasdan bugundan boshlab hujjatlarni tekshirish kerak. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Ko'pchilik faqat yoshga doir pensiyani o'ylaydi. Lekin islohotlar ko'pincha ijtimoiy to'lovlarga ham ta'sir qiladi. Masalan, oilada boquvchi vafot etgan, 2 nafar voyaga yetmagan farzand qolgan. Hozir ular har oy ma'lum miqdorda to'lov oladi. Agar eng kam ijtimoiy kafolatlar oshirilsa, bu oilaning daromadiga ham ta'sir qilishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ham to'lovlar imtiyozlar. Dori-darmon va reabilitatsiya bilan bog'liq qo'shimcha mexanizmlar paydo bo'lishi mumkin. To'rtinchi toifa rasmiy ish haqi past ko'rsatilgan yoki uzoq vaqt konvertda maosh olganlar. Bu eng og'riqli masala. Masalan, odam 20 yil qurilishda ishlagan, real daromadi oyiga 810 million bo'lgan, lekin hujjatda minimal ish haqi ko'rsatilgan yoki umuman rasmiylashtirilmagan. Pensiya hisobida davlat siz aslida qancha topgansiz degan og'zaki gapga emas, hujjatdagi ma'lumotga qaraydi. Shuning uchun agar 2026 yilda pensiya oshsa ham rasmiy staji va rasmiy daromadi past bo'lgan odam kutgan darajada yuqori pensiya olmasligi mumkin. Mana shu joyda islohotning eng katta sabog'i bor.
Bugun rasmiy ishlash ertangi pensiya uchun asos. Keling, aniq misol bilan ko'raylik. Birinchi fuqaro Anvar aka, u 35 yil davlat tashkilotida rasmiy ishlagan, barcha ish joylari mehnat daftarchasida bor. Soliq va ajratmalar bazada ko'rinadi. Hozir pensiyasi 2,4 million so'm. Agar 2026 yilda past va o'rta pensiyalar qayta indeksatsiya qilinsa, Anvar akaning pensiyasi sezilarli o'sishi mumkin. Chunki uning staji va rasmiy asoslari bor. Ikkinchi fuqaro Dilshod aka. U ham 35 yil ishlagan, lekin 15 yili bozorda norasmiy savdo qilgan, 10 yili ustachilik qilgan, faqat 10 yil rasmiy ishda bo'lgan. U men ham Anvar aka kabi mehnat qildim-ku deydi. Insoniy tomondan bu to'g'ri, lekin pensiya hisobida hujjat hal qiladi. Agar Dilshod aka ijtimoiy soliq to'lamagan, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmagan, daromadini rasmiy ko'rsatmagan bo'lsa, uning pensiyasi pastroq bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, Malika opa. U 28 yil tikuv fabrikasida ishlagan, keyin farzand parvarishi bilan uyda bo'lgan, so'ng yana 7 yil rasmiy ishga qaytgan. Uning ayrim ish davrlari eski arxivda qolgan. Agar u arxiv ma'lumotlarini oldindan olib qo'ysa, pensiya hisobida qo'shimcha yillar qo'shiladi. Agar keyin qarayman deb yuraversa, pensiya tayinlanayotganda hujjat topilmay qolishi, jarayon cho'zilishi yoki kompensiya chiqishi mumkin. Endi minimal 6 million degan iboraga to'xtalaman. Bunday raqamlar ko'pincha jamoatchilik muhokamalarida, takliflarda, ekspertlar prognozlarida yoki indeksatsiya ehtimollari asosida tarqaladi. Lekin odamlar buni ertaga hamma pensioner 6 million oladi deb tushunib qolmasligi kerak. Agar minimal pensiya yoki kafolatlangan daromad darajasi oshirilsa, bu qaysi turdagi pensiyaga, qaysi stahaga, qaysi toifaga tatbiq etilishi rasmiy hujjatda aniq yoziladi. Masalan, to'liq ish stajiga ega bo'lganlar uchun alohida, staji yetmaganlar uchun alohida. Ijtimoiy nafaqalar uchun alohida formula bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doimo aytaman, raqamni eshitdingizmi, albatta uning shartini ham so'rang. Endi istisnolar. Xavfli joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, ish staji avtomatik ravishda to'liq chiqmasligi mumkin. Bugun ko'p ma'lumotlar elektronlashgan, lekin 1990-yillar 2000 yillarning boshidagi ko'plab yozuvlar arxivlarda, eski korxona hujjatlarida, ba'zan esa umuman tartibsiz holatda. Agar siz men ishlaganman, hamma biladi desangiz, bu yetarli emas. Pensiya organi sizdan tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana xatolari. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova deb yozilgan, pasportda Karimova Dilnoza emas. Karimova Dilorom bo'lib qolgan. Yoki otasining ismi bir joyda Aliyevna, boshqa joyda Aliyevna tarzida kiritilgan. Oddiy ko'ringan bunday xato pensiya tayinlashda muammo tug'diradi. Ayniqsa ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat albatta kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, chet elda ishlagan davrlar. Hozir ko'plab fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Janubiy Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davr pensiyaga qanday qo'shiladi, qaysi davlat bilan kelishuv bor, qaysi badallar to'langan, hammasi alohida tekshiriladi. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, ko'p hollarda bu davrni pensiya stajiga qo'shish qiyin bo'ladi. Agar rasmiy mehnat shartnomasi, sug'urta to'lovlari, ish beruvchi ma'lumotnomasi bo'lsa, vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, muddatidan oldin pensiyaga chiqish masalasi. Ayrim kasblar og'ir, zararli yoki alohida sharoitlarda ishlangan bo'lsa, qonunchilikda imtiyozli pensiya shartlari bo'lishi mumkin. Masalan, shaxta, kimyo sanoati, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, pedagogika yoki harbiy xizmatga oid alohida normalar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham men og'ir ishlaganman degan gap emas, lavozim ro'yxati, ish sharoiti, buyruqlar, ma'lumotnomalar muhim. 5. Nozik jihat, pensiya oshsa, ayrim ijtimoiy yordamlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, oilaning umumiy daromadi oshsa, u kam ta'minlangan sifatida ayrim nafaqalarni olish shartlariga ta'sir qilishi ehtimol. Bu hamma uchun bir xil degani emas, lekin daromad mezonlari mavjud bo'lgan yordam turlarida pensiya miqdori hisobga olinadi. Shuning uchun pensiya oshishi yaxshi yangilik. Lekin oilaviy byudjetni rejalashtirishda boshqa to'lovlarga ta'sirini ham tekshirish kerak. 6. nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Har safar pensiya islohoti, nafaqa oshishi yoki yangi to'lovlar haqida xabar tarqalsa, men sizga pensiyani oshirib beraman, 6 million qilib beraman, bazaga kiritib qo'yaman deydigan odamlar paydo bo'ladi.
Hech kim sizning pensiyangizni noqonuniy yo'l bilan oshirib bera olmaydi. Pensiya faqat rasmiy hujjat, rasmiy daromad va qonuniy formula asosida hisoblanadi. Pul berib ish bitiraman deganlarga ishonmang. Kerak bo'lsa, barcha murojaatlarni yozma shaklida qiling, javobni ham yozma oling. Endi eng muhim qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Undagi har bir ishga kirish va ishdan bo'shash sanasini ko'ring. Buyruq raqami bormi? Korxona muhri bormi? Lavozim to'g'ri yozilganmi? Sanalarda uzilish yoki tushunarsiz joy yo'qmi? Hammasini tekshiring. Agar daftarcha yo'qolgan bo'lsa yoki yirtilgan bo'lsa, darhol avvalgi ish joylaringiz yoki arxivlarga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, MyBokOp.uz portali yoki tegishli rasmiy idoralar orqali ish staji, soliq to'lovlari, ish haqi bo'yicha mavjud ma'lumotlarni ko'rish mumkin bo'lgan xizmatlardan foydalaning. Agar elektron bazada ish joyingiz ko'rinmasa, buni oldindan aniqlab olish katta foyda beradi. Pensiya yoshiga yetganda bu muammoni hal qilishga vaqt ham bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, arxiv ma'lumotnomalarini yig'ing. Agar siz ishlagan korxona yopilib ketgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaat qilganda ishga kirgan va chiqqan yilingizni, korxona nomini, lavozimingizni imkon qadar aniq yozing. Masalan, 1934 yildan 2000 yilgacha Namangan shahar tikuv fabrikasida tikuvchi bo'lib ishlaganman. Ish stajim va ish haqim bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozish kerak. Qancha aniq yozsangiz, topish shuncha oson bo'ladi. To'rtinchi qadam, ish haqi bo'yicha hujjatlarni ham unutmang. Ko'pchilik faqat stajni o'ylaydi. Lekin pensiya miqdoriga ish haqi ham ta'sir qiladi. Agar sizda yuqori maosh olgan yillaringiz bo'lsa, lekin u bazada ko'rinmasa, bu pensiyangizga zarar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ish haqi ma'lumotnomalari, eski hisob-kitob varaqalari, buyruqlar, shartnomalar bo'lsa, ularni saqlang. 5-qadam, familiya o'zgarishi, nikoh, ajrim, tug'ilganlik haqidagi hujjatlarni tartibga keltiring. Ayniqsa ayollar uchun bu juda muhim. Agar mehnat daftarchangiz qizlik familiyangizda, pasportingiz turmushdagi familiyada bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Agar hujjatlarda ism xato yozilgan bo'lsa, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi orqali tuzatish masalasini oldindan hal qiling. 6-qadam, agar norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Men buni juda jiddiy aytaman. Bugun qo'lga naqd pul yaxshi deb o'ylagan odam ertaga pensiya hisobida yutqazadi. O'zini o'zi band qilish yoki tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish, rasmiy mehnat shartnomasi tuzish yoki ijtimoiy soliq to'lash imkoniyatlarini ko'rib chiqing. Har bir rasmiy yil kelajakdagi pensiya poydevoridir. 7-qadam, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga oldindan maslahat uchun boring. Pensiya yoshiga yetishingizga 1-2 yil qolgan bo'lsa kutmang. Menda qaysi stajlar ko'rinmoqda, qaysi hujjatlar yetishmayapti, nima olib kelishim kerak deb yozma yoki rasmiy maslahat oling. Agar javob og'zaki bo'lsa, esdan chiqishi mumkin. Yozma javob esa keyingi harakatlaringiz uchun aniq yo'l ko'rsatadi. 8-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini qiling va alohida papkada saqlang. Pasport, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomalari. Ish haqi ma'lumotnomalari, soliq to'lovlariga oid hujjatlar, bularning hammasi bir joyda bo'lsin. Elektron nusxasini telefon yoki fleshkada saqlash ham foydali. 9-qadam, rasmiy xabarlarni kuzating. Pensiya oshishi. Ayni 2026-yilgi reforma, minimal miqdorlar, indeksatsiya va to'lovlar bo'yicha faqat rasmiy manbalarga tayaning. Vazirliklar, pensiya jamg'armasi, hukumat qarorlari, qonunchilik hujjatlari mana shu manbalar asosiy. Telegramdagi noma'lum kanal yoki ko'chadagi gap bilan qaror qilmang. 10-qadam, agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, qayta hisoblashni so'rang. Buning uchun ariza yoziladi. Arizada pensiya miqdorimni qayta ko'rib chiqishingizni, qo'shimcha ish staji va ish haqi bo'yicha taqdim etayotgan hujjatlarimni hisobga olishingizni so'rayman deb aniq yozish kerak. Hujjatlarni ilova qiling. Arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqamni oling. Agar rad javobi berilsa, sababini yozma so'rang. Sababni bilmasdan turib muammoni hal qilib bo'lmaydi demak. 2026 yildagi pensiya islohoti atrofidagi eng muhim masala bu faqat pensiya oshadi degan gap emas. Eng muhim masala kimning hujjati to'liq, kimning staji rasmiy, kimning daromadi bazada ko'rinadi, kim oldindan tayyorgarlik ko'radi.
minimal miqdorlar oshishi, past pensiyalarni qo'llab-quvvatlash, raqamli hisob-kitoblar va adolatliroq tizim kutilayotgan bo'lsa ham, har bir fuqaro o'z hujjatiga mas'ul bo'lishi kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugundan boshlab mehnat daftarchangizni tekshiring. Arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Elektron bazadagi stajingizni ko'ring. Norasmiy ishni rasmiylashtirish choralarini ko'ring va firibgarlarga ishonmang. Shunda 2026 yilda qanday o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, siz o'z huquqingizni himoya qilishga tayyor bo'lasiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Eng kam pensiya haqiqatan ham 6 million so'mgacha yetish kerakmi? Sizningcha, uzoq yil ishlagan pensionerlar uchun qanday adolatli formula bo'lishi lozim? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda men pensiyani qayta hisoblatish, ish stajini tiklash va arxivdan hujjat olish bo'yicha yanada aniq amaliy yo'riqnomalarni tushuntirib beraman.